Sizga shart hozir eng yaqin do'stingizga telefon qilib, do'stim, srochno menga hozir 1 million kerak bo'lib qoldi. Tashlab bergin, srochno kerak bo'lib qoldi deyman. deb aytasiz, eplaysizmi? Nimadir ekan, ha? Nima der ekan? Sharmanda qilma o'rtoq. Sabay ustozlar ustozi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz jigar? Yaxshi. Jigar, qarang, srochno 1 million kerak, kartaga iloji bormidi? O donolar donosi. Siz mendan pul so'ramang, men sizdan pul so'ramayman. O'qishmish, o'qishmasmish, qishda o'qish bo'lmasmish. To'g'risi bitta joydan o'rtoq to'lov qilishim kerak. Iltimos 1 million bir narsa qilib bergin. Donolar donosi nima deydilar? O donolar donosi pulim yo'qdir. 500 ming ham yo'qmi o'rtoq? Aka bilan necha yildan beri do'sti? Bog'chadan beri Zo'r do'st aka. menimcha pul yo'q edi, shuning uchun telefonim zaryadi o'chyapti, shu bilan telefonni o'chirib oldi. Lekin yaxshi. Lekin yaxshi inson. Shunaqa bo'lsa. O'zi berganmi hech sizga pul? So'raganmisiz? Ha, ko'p berib turadi. Yaxshi do'st ekan. Bu videoni shunaqangi do'stlarga tashlab qo'yinglar.